Situational awareness nima ekanligini bilasizmi? Your dog has more situational awareness than you right now. The dog has more situational awareness. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, your dog has more situational awareness than you deb aytib ketilgan va bu juda ham kulgili narsa. Like va obuna bo'lsangiz, hammasini hozir sizga tushuntirib beraman. Situational awarenessni agarda qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'zimizni farosat so'ziga juda ham mos keladi. Agarda uzun qilib tushuntiradigan bo'lsam, yon atrofingizda nima sodir bo'layotganligini sog'lom ravishda tushunib, boshqalarga xalaqit bermaslik situational awareness deb ataladi. Bilasizlarmi, Koreyada mana shu situational awareness, common sense juda ham kuchli rivojlangan, chunki bularga yoshlik paytidan nunchini o'rgatib ketishadi. Ya'ni nunchi degani bu bizani farosatga to'g'ri keladi. Lekin afsuski kimnidir farosati yaxshi ishlamasa, quyidagi frazani ishlasangiz bo'ladi. I think you need to take some situational awareness classes because you seem not to understand what's happening around you deb aytsangiz, joyiga qo'yib qo'ygan bo'lasiz. To'g'ri-da, unaqalarni joyiga qo'yib uyaltirish kerak. Ba'zida atrofidagilarga xalaq beradigan do'stingizga bu videoni yuborib qo'ying.